Yoshlarni qo'llab-quvvatlash bu kelajakka bo'lgan eng muhim sarmoyadir. Bu borada mamlakatimizda ertangi kun egalarini ilm-fan, san'at va sport sohasidagi qobiliyatlarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratilgan. Islohotlar kelajak vorislariga yuksak ishonch va aniq maqsad bilan harakat qilishlari uchun zamin yaratmoqda. Ana shunday yoshlarimizdan biri haqidagi lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Yoshlik inson hayotining eng serg'ayrat, izlanuvchan va mas'uliyatli bosqichidir. Aynan shu davrda tanlangan kasb kelajak taqdirini belgilab beradi. Chortoqlik Oydina Rustamjonova maktab davrlaridanoq raqs san'atiga mehri tushgan yoshlardan. Tumandagi 14-sonli bolalar musiqa va san'at maktabining raqs to'garagida tahsil olgan Oydina imkoniyatlardan unumli foydalanayotgan shijoatli yoshlardan. Uning orzularidan biri Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabida o'qishni davom ettirish maqsadi amalga oshdi. Hozirda ta'lim muassasasida tengdoshlari bilan birga professional ustozlardan raqs san'ati sirlarini o'rganmoqda. Raqs bo'yicha mutaxassis bo'lish meni eng katta orzularimdan biri bo'lgan va bu orzularimdan biri hozirgi kunda ushaldi. Ya'ni Namangan ixtisoslashtirilgan san'at maktabiga o'qishga kirdim. Bu yerda hozirgi kunda birinchi kursda o'qiyman hamda raqsning ko'plab sir-sinoatlarini o'rganyapman. Va bu o'rganish davomida yana bitta katta orzu paydo bo'ldi. Ustozlarimga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni oldimga katta maqsad qilib qo'ydim. Va hozirgi kunda buning uchun ustozlarimdan juda ko'p sir-sinoatlarini o'rganyapman va bu uchun katta rahmat aytaman. Shu o'rinda ta'kidlash joiz, Namangan raqs maktabi bugungi kunda rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biridir. Viloyatimizdagi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi esa bu borada yosh iste'dodlar uchun imkoniyat eshigini ochadi. Namangan viloyati bosh balet meistri Dildora Xo'jayeva, O'zbekiston ansamblining bosh balet meistri Dilfuza Jo'raboyeva, san'atshunoslik fanlari bo'yicha falsafa doktori Gulazal Usmonova, taniqli raqqosa Shodiyora Omonova, o'z kasbining mana shunday yetuk mutaxassislari bugun Namangan raqs maktabining rivojiga muhim hissa qo'shmoqdalar. Ularga havas qilgan Oydina kabi qizlarning esa ayni ta'lim maskanida orzulari qanot yozmoqda. San'at maktabida birinchi kurs bo'lib o'qiyaptilar. Mukarrama Turg'unbayevaga o'xshab, Zulfiya xonimga o'xshab iste'dodli, xalqqa xizmat qiladigan farzand bo'lishini xohlayman. Shunday imkoniyatlarni yaratib bergan prezidentimizga minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yerdagi ustozlarning tarbiyasi hammasi juda chiroyli bo'lgani uchun oldingiga qaraganda yana ham mukammal bo'lib ancha ulg'aygan. Xursandman bundan. Ustozlarning orqasidan yuksak darajaga yetishishiga tilakdoshman. Davlatimiz tomonidan yaratilayotgan sharoitlar yoshlarni o'z ustida ishlashi, izlanishi, natijalarga erishishi va albatta jamiyatda munosib o'rnini topishi uchun keng imkoniyatlar beradi. Ayni jarayonda yigit-qizlarni o'zlari tanlagan sohada oilada qo'llab-quvvatlanishi esa ularni yanada muvaffaqiyat qozonishlarida muhim ahamiyat kasb etadi.